Yaxshimisiz doktor? Ayolimning tekshirish natijasi chiqqanmidi? Chiqdi. Chiqqan 3 ta tayib qoldi. Vrach doktorning maymahatlarini o'qib olmay sal vaqt ketib qoldi. Yong'singiz qurut doktor. Ahvol qandoq? Menda xush xabardan 2si bor. Rahmat doktor. Shum xabardan 15 bor. Qaysini anglaysizlar? Xush xabar nima bo'ldi? Xush xabar shuki, ayolingiz 200 ko'y to'lab tekshirib, 9 xil kasalni topdi. Sat paydo bo'ldi-da. Doktor, bu xabar toza qichqayaga bo'lmayotdi-ku. Merda yana bir xush xabar bor. Biz quloq bo'limdagi pangjurin, ko'z bo'limdagi shajurin, yurak bo'limdagi tingjurin, tug'ut bo'limdagi televoldi jurin, sudak bo'limdagi to'xtasin jurin, teri bo'limdagi hol jurin, maqad uchay bo'limdagi lajurin bilan qattiq muzokara qilish orqali oxir ayolingizning ismi bilan 3 yangi bayqalgan kasalga nom berdik. Ayolingiz mangu tibbiy tarixiga yozildi. Xotin, sen bizning o'yinning faxri. Lekin bir yerlar bir qandaqqa. Sizningcha men yana qanchalik umr ko'raman? Mana bu dal 12-chi shum xabar. Farzim xato bo'lmasa, yana 8 kunlik umringiz qoldi. 13-chi shum xabar chamsa. Ma diagnoz menga bir hafta burun qo'limga tegibdi-ku. Doktor, ems faqatla amal qilmadimi? Amalga bor. Sizni operatsiya qilaylikmi deymiz. Hajab yaxshi. Doktor, xotinimni bir qutqizib bilinglar. Lekin operatsiya uchun doktorxonada faqat birla narkoz qapti. Ems qanday qilamiz? Butun badanga yetmamda. Buningga amal bor. Putingizga uzoq bo'ldi. Nimishqa? Bunda qilganda siz ishga qachon boysiz?